Assalomu alaykum, hurmatli Musaffordagi qadrdonlar. Aynan Rossiyaning qaysi shaharlarda bo'lishlaridan qat'iy nazar, patent bilan ishlaydigan vatandoshlarimiz bo'lsa, ekronga yaqinroq kelinglar va meni kuzatishda davom ettiringlar. Men sizlar uchun foydali bo'lgan patent haqidagi barcha ma'lumotlarni va musofirda yurgan vatandoshlarimiz uchun foydali bo'lgan qonunlarni, nima qayerda qanday shu haqidagi barcha savollarga javob beraman va qonuniy bilimlaringni oshirishga yordam beraman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Like tugmachasini bosib qo'ysalar ham juda zo'r bo'lib ketadi ishimiz. Demak, aynan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida va boshqa shaharlarda patent xizmatidan foydalanganlar, posrednik va firmalar, yuridik firmalar uslugalaridan foydalanishadi hali ham. Moskvada bu narsa bekor qilingan. Hamma o'zim dokument uchun yuradi, lekin boshqa shaharlarda siz qaysi shahardasiz yozing va patent olayotganingizda posrednik xizmatdan foydalanasizmi? Shu haqida ham kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Demak, 2026-yilda выдача patentlarda asosan patentlar musofirdagi yurgan vatandoshlarimizga berilmayapti, ya'ni patent olisha olmayapti. Отказ patent ko'pchilik holatlarda nimaga отказ bo'lganini vatandoshlarimiz o'zi bilsa, ba'zilar esa bilmagan holatda o'sha aytilgan 136-kabinetga kelib, o'sha yerdan to'g'ridan-to'g'ri выдворение, запрет, deport va boshqa holatlarda duch kelishyapti. Demak, asosiy sabab bu yilda patentlarning отказ chiqishining asosiy sababi Rossiya hududida vatandoshlarimiz tomonidan turdoviy dogovorlar sotib olinishi, noqonuniy turli-tuman ishlarga aralashib qolishlar bo'lyapti. Asosan 100% bu turdoviy dogovor sotib olganligingiz va nalogni to'lashda noto'g'ri sxemalardan foydalanganligingiz, masalan, ism familiyalarni o'zi, lekin inini boshqa bo'lib ketishi yoki turli tuman anglashilmovchiliklar bo'lganligi uchun patentinglar ikkinchi yilga birinchisini annulyut bo'lganligi uchun ikkinchi yildagisi chiqmayapti. Sankt-Peterburg shahrida hali ham posredniklar xizmati bor, buni ko'pchilik biladi va asosan posredniklar o'sha patentdan keladigan, hozirda patentdan bitta patentdan nechadir qoladi, to'g'ri 3000 qanchadir qoladi. Aniq faktlarim yo'q. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, patentdan qancha qolishi haqida va qayerda eng arzon patent qilish mumkinligi haqida va ba'zi bir odamlar sizlardan yashirayotgan sekretlar haqida aytishim mumkin. Peterda turli tuman joylarda patent qilish mumkin. Eng arzoni qayerda, nima qayerda, hammasi haqida agar bilish xohlasanglar, aktivlikni kuchaytiringlar. Men hammasini aytib eshitib sizlarga kitob qilib ko'rsatib qo'yaman. Ko'zinglarni katta ochib nima deydi shu haqida. Короче, patent qilayotganinglarda o'sha posrednik xizmatdan foydalansanglar, yuridik firmalar qilib beryapti, lekin ular hech qachon sizga patent ola olmaysan deb aytmaydi, hech qachon, chunki ularga невыгодно, chunki ularga birinchidan NDFL to'lovi bor, o'sha patent uchun to'lanayotgan 8000 rubl ularga qaytib keladi. Sizlarga to'lab berganligi uchun bir, keyin uslugada foydalanganligi uchun ma'lum miqdorda davlat tomonidan ularga komissiya qaytadi va bir topshirganda ular 100 ta 200 odam topshirganligi uchun ham katta pul qaytib keladi. Shuning uchun bular har doim qozoni qayna maza qilib yuribdi, lekin har bitta migrant отказ patentdan 30 ming, 40 ming, 50 minggacha qilgan xarajati nol bo'lishi va pulni hech qachon bir tiyin ham qaytarmasligi ular qiziqtirib o'tmaydi. Posredniklarda ham shu qatorda ba'zilar shu 3000 so'm pulga qarab qo'ygan, posredniklar NDFL olmaydi, lichniy ular firmalarda katta summa topishmaydi, lekin 3-4 ming olishadi har bitta odamdan. Ularning ko'ziga sizlar patentga keldinglar, 4 ming, 3 ming so'm pul ko'rinasizlar. Sizlar o'ylamanglar, 500 so'm, 700 so'm qoladi. Yo'q, unaqa emas. Katta summa qoladi, o'shaning uchun bular menga kelinglar, men qilib beraman, o'qib beraman, bu qilib beraman deyshadi. Men patent qilib yurgan vaqtimda bizda patent 2,5 ming, 2 ming qolardi. Itogo men juma kunlari yosh kattalarga bekarga, ya'ni foyda pulisini minus qilib patent qilib berardim va men как положено налог to'laganman, davlatga налог to'lab ishlaganman. Men posrednik vazifasida emas, naborot yuridik uslug ko'rsatadigan firma vazifasida ishlaganman. Lekin shunday yaxshilik qilib ham posredniklar tomonidan, aynan meni ishxonamda ishlagan posredniklar tomonidan menga har xil o'sha meni klientlarimga yo'ldan urish uchun, meni izlab kelgan odamlarga meni yomonlab, voy u bo'ldi, voy bu bo'ldi deb rosa orqamdan g'iybatlar qilishgan. Ular haqida men ma'lumotim bor. Endi men akkalagan kuchida orqasidan quvmay deb indamay qo'yganman o'z holiga. Lekin ko'pchilik уже jinoyat ishlar bo'yicha ular ham как manda o'tirishib qopga tushib qolishgan ko'pchiligi va men xudo xolasa men problemalarim hal bo'lgandan keyin hammasiga assalomu alaykum, men haqimda nima deganingiz deb oldiga borib busini amiga bilet qilib bermoqchiman. Chunki har bir aytilgan gapga javob berishni o'rganish kerak odamzod gapirgandan keyin. Uzr, ana so'kinib qo'ydim, chunki
shunaqa asabim buzilib qoldi. Bir gaplarni esimga tushib ketdi. Men haqimda aytilgan gaplar hali ham qulog'im tagida jiringlab turibdi. Chunki ko'p tuhmat bo'lib ketdi orada. Yana nima demoqchiman? Agar siz posrednik orqali patent qilmoqchi bo'lsanglar, posrednikka vaziyatinglarni to'g'ri aytib eshitinglar va patent ola olmasam kim javob beradi deb bo'yniga qo'yib, mana bu yerda bejiki bo'ladi ba'zilarini yoki telefon orqasiga, yo bo'lmasam cho'ntagiga, yo bo'lmasam solib yurgan bo'ladi. Обязательно yonida pasporti bo'ladi, bez pasportisiz hech qayerga yurmaydi. Iltimos pasportingizni rasmga tushirib oling deb обязательно shaxsini tasdiqlatib, posredniklarni pasportini rasmga tushirib olib, bo'yniga qo'yib keyin patentga topshiringlar. Agar patentinglarni ola olmasanglar, bo'yniga qo'yganinglarda ham sizlarga shu 30 ming, 40 mingga kuyganinglardan telefon qilib, "Men san unaqa qo'raman, bunaqa qo'raman" desa, rasmini, pasportni rasmga tushirib olib, bo'yniga qo'ygan bo'lsanglar, menga telefon qilasizlar. Grajdan Rossiya bo'ladimi u? Grajdan Amerika bo'ladimi u? Grajdan kim bo'ladi u? Antarktida bo'ladimi? Qizig'i yo'q. Muammolaringni chiroyli yechim qilib beraman, chunki bo'yniga olgandan keyin javob berish kerak bu narsaga. 100% bo'yniga qo'yib, patentimni olib bera olaysanmi deb, как положено iloji boricha dokumentini rasmga olib olinglar. Rasmga patentini, dokumentni rasmini bergandan keyin xizmatdan foydalaninglar, chunki ko'pchilik yolg'on gapiryapti, aldayapti, maqsad shu sizlarni bir balo qilib aldash bo'lyapti. Yolg'onlardan xalos bo'lish uchun, pullaringga aldanib qolmasligi uchun men aytgan instruksiyadan foydalaninglar. Agar qaysidir bir aldab qo'ysa, keyin aloda desanglar, muammolaringni qonuniy yechim bilan hal qilib beramiz. Qayerga borsanglar, iloji boricha so'ziga javob beradigan, qo'limdan keladi deb tiliga javob beradigan odamlar bilan ishlashinglarni tavsiya qilaman, chunki hozir patentga pashti bir 50 ming, 60 ming pul ketyapti. U pul topish uchun ham pashti bir oy ishlayapsizlar. Bir oy bekardan bekarga oson bo'lib qolgani yo'q Rossiya. Maslahat beraman, iloji boricha o'zingizlarni ehtiyot qilib, to'g'ri kelgan odamga ishonmanglar. Ayniqsa internetda hozir O'zbekistonda turib mashinlikni qilayotganlar juda ham ko'p. Bu haqda qayta aytayapman. O'zbekistonda turib internetdan klient olib, Instagram tarmog'ida juda ham kuchayib ketgan. Qarasanglar, yaqinda ochgan profil, kostyumchalarda kiyib olib, orqaga bayroqlarni qo'yib olib, bo'lmasa oldiga bayroq qo'yib olib, faqat bular zapret yechgan bo'ladi, faqat bular nimadir qilib bergan bo'ladi. Lekin aslida u hammasi uyushtirilgan aktyorlar. Ular даже O'zbekistonda turib shu ishlarni qilyapti. Bu yerda zaявление yozasizlar, hech narsa o'zgarmaydi. O'shaning uchun o'zi bilan betma-bet internetga chiqayotgan odam bilan ko'rishib, ish bersanglar beringlar. Agar u odamni ko'rmasanglar, palonchaga boryaptimi desa ishonmanglar. Hech qachon. Qachon sizlar meni internetdan ko'ryapsizlar, masalan, bilasizlar, meni internetdan ko'rardinglar, kelardinglar, lishni ko'rishib ishlaringni qilib berardim. Xuddi menga o'xshaganlar ham bor hozir hamma yoqda. O'zi bilan lishni ko'rishib ishinglarni beringlar, обязательно pasportini olinglar, o'zi yo'q odamga bermanglar, iltimos qilaman sizlarga. Videoni tarqatinglar. Hozir juda ham katta sistemli mashinistlar bo'lyapti, chunki 2025-yildan juda ko'p posredniklar orqasidan jinoyat ishlar ochilgan, juda ko'p yeganlar qusyapti. Shu uchun ko'pchilik qochib ketgan, O'zbekistonda turib kino qilishyapti. Ishonishni tavsiya qilmayman. Hech kimga ishonmanglar. To'g'ri, kechasilarga haqiqatan ishlaringni qilib bergan bo'lishi mumkin, lekin bugun qilib bera olmaydi, chunki nimadir qilib qo'ygan, qochib ketgan. O'shaning uchun vatandoshlar, ko'zinglarni katta ochinglar. Ko'p gapirib bordim, video ham minut ko'payib ketdi, lekin sizlarning foydanglarga gapiryapman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.